festival to'g'risida ko'p o'sha provokatorlar mavzuni ko'tarib, hammadan shuni domlalardan so'rash kerak degan mavzuni tarqatib yurishdi. Domlalardan nima so'raladi? Domlani oldiga borsangiz, piva halolmi, harommi deb so'raysiz. Harom deb aytadi domla, mabodo. Assalomu alaykum musulmon birodarlar. Mana Abror eshak emas endi xotiganda, otasi eshak, enasi mocha degan bo'lsa shu bo'ladi-da. Yana chiqibdi. Mana piva to'g'risida. Piva to'g'risida gapirgan bitta ham domlalar chiqmay qo'ydi. Nimaga deganda bu yerda shunaqa uyat narsada hech ham gap topolmaydi. Buni yelkasiga ko'tarishcha qiyin. Shuning uchun mana nimani Abrorni chiqarishib qo'ydi. Sababi Abror uyalmaydi, bosh qo'ymaydi, gapiraveradi. Mana misol uchun bir yukingiz bo'lsa, o'z ko'targani qiynalasiz. Eshagingiz bo'lsa, eshakka ortib qo'ysangiz, o'zingizdan ko'ra 5 barobar narsani ko'tarib ketaveradi. Bu Abror eshakda. Boshqa domlalar hammasi shu eshak ustiga yurib qo'ydi. Javob berishdi. Mana sen nimasini endi eshak senga og'ir kelmaydi. Uyating ham yo'q. Yolg'onni ham bo'shitaverasan debdi. Desa endi bu chiqib olib mana aytayapti, qaranglar. Mana deydi, piva nima bo'pti? Mana bu nima deb qo'ydi? Piva festivali bo'pti. Nima bo'pti? Buni deydi odamlar deydi, mana u shu bahona bilanmi, u bizni deydi vatanda nima qiladigan xoinlari, keyin tuzumimizni xoinlari bo'lgan tashqariga chiqib olib gapiradiganlar bor deyapti bu. Endi shularga javob beramiz. Biz deydi avlodlarimiz deydi fikrini o'zgartirmoqchi deydi. Qarang, fikrini yomon qilmoqchi ekan tashqaridagilar. O piva nima qilganlarchi? Shu mana tashqaridagilar ularda nimani o'zgartirib qo'ygan fikrni yo'q qilish uchun o'sha pivani olib keldi. Endi pivani hech ham gapirishga iloji yo'q-da. Bir tirnaqcha uyat bo'lsa, tirnaq uyat yo'q bo'lsa ham to'ng'izdan 1000 barobar qimmat nima iflos bo'lmasa bu odam gapni uni ma'qul qila olmaydi-da. Bu aytayapti shunaqa. Endi deydi mana u nimada bizning yurtimizda deydi nimalar bor, piva ichadiganlar bor. Endi ularda gap pivasini ichsinlar deyapti endi. Uni borib deydi odamlar domlalardan so'rayapti deb. Odamlar borib domlalardan so'rayotgan yo'q. Bu kazzob shunaqa hech nima qiladi. Nimaga sen menga fikringni bildirmayapsan? Bu haromni nimaga haromligini aytmayapsan deyapti. Desa bu nima deydi? Uni deydi domladan so'rash kerak emas deydi. Sizlar deydi bormay qo'yaveringlar. Bu og'zingga eshak sigir Abror bormay qo'yilmaydi. Mana u o'zing yaxshi bilasan. Mana bu bir yomon ishni ko'rib qolsangiz qo'lingiz bilan qaytaring degan. Bo'lmasa tilingiz bilan qaytaring degan. Bo'lmasa qalbingizda yomon ko'rib turing degan. Qo'li bilan kim qaytaradi desa podshohlar qaytaradi degan. Tili bilan kim qaytaradi desa domlalar qaytaradi degan. Nimachi? Mana bu xalq. Endi eplamaganicha indamay jim tursa ham bo'laveradi degan. Endi bu yerda o'sha bo'g'ni kattasini o'sha qo'l bilan qaytarish kerak bo'lgan mana Mirzayevni komandasi turibdi. Uni qaytarishni kerak, uni tili bilan qaytarish qo'ygan To'ng'iz, mana u Nuriddin To'ng'iz, yana ona 2200 ta To'ng'iz, shu iblislar shuni tili bilan qaytarish kerak edi. Bu aytayaptiki, bormay qo'yapsan iblis. Borish kerak edi. O'shani bu nimani imomlarda, bu dindorlar, din olimlarning nimasi, vazifasi nima? O'sha ko'rchishxonga o'xshab bekinib olmasdan gapirish kerak edi. Mana hammasi ko'rchishxonga o'xshab bekinib olishdi. Hammasi endi nima qilsa desa hech ham gap topa olmayapti-da. Hech ham bu yerda nima qilish kerak? Endi kim bunga nima qilish kerak deganda nima qilish kerak? Qarasa bizni hali Abror eshagimiz bor ya. Hali qancha yuk ko'tarib ketadi. Yolg'onni ham roza ko'taradi. Davay shuni chiqaraylik deb turib chamamda uni bir nima berishdimi, yalinishdimi yo bir chiqaribdi. Mana bu chiqarib yolg'onni rosa gapiryapti. Tashqarida yurganlar bizni farzandlarimiz buzyapti deydi. Va o'ziga eshak-sigir, pivani festival qilganlar nima qilyapti? Ha? Endi bu gapni shu Abrordan bo'la hech kim gapira olmaydi. Hatto shukurlar eshak ham gapira olmaydi. Hali Termizda ham xudo urgan bor. U ham yotib ketadi buni gapirgan. Bu yerda o'z nimada O'zbekistonda
yer yuzidami ehtimol bitta shunaqa ilmlidan eng beti yo'q, beti bilan ko'tini farqi yo'q. Endi ko'tini yo'q gapirmasa ham bo'ladi, ya'ni bir nima bo'lib ketgan, turbadek kengayib ketgan. Bu hali o'zi gay endi, haligi bilasizlar. Endi gay degani ana o chet elda o'zimiz sizlar ko't deb qo'yadi shu. Shuningdek keyin bunaqa odamda hech ham bet olmaydi-da. O'sha haligi Sherali degan chiqib olib, sen shunaqasan, borib isbotlab ber. Borib doktorga borgin, ekspertizaga seni aniq aytadi. Agar to'g'ri chiqadigan bo'lsang, meni sudga berib qimmat o'rasan. Enangda otang qimorvoz dedi. Otang qimorvoz. Enangni necha marta yutkizgan dedi. Bosh men nimalar qimorvozlar uyimga kelib enang bilan zino qilgan dedi. Bir marta kirib ham qolgansan ashiga dedi. O'zing ko'rgansan dedi. Shuni deganda, agar bu eshak emas, odam bo'lganda, ana shu mahalda o'lsam o'libman, o'tib ketgan enami, otami shunaqa deyapti. Uni ustiga meni ashi mana bu enangni shunaqa zo'rlab qilayotganini ko'rib tursan deb tirnoqchi odam bo'lganda borib so'yib yubormasmidi? Ha? Buchi qisib qoldi. Nimaga deganda, значит, Sheralida o'shani hujjati bor ekan. Shunaqa iplosda bu. Endi hozir ma'da chiqib olib nima qilyapti? Pivo nimasidan gapirishgan, mashina chiqarib qo'yibdi bu eshaklar. Birorta odamlar pivoni halol desa, u demak noto'g'ri ish qilgan bo'ladi. Uni hammamiz birgalikda tanqid qilamiz. Endi domlaga kelib, nimaga pivo festivali o'tkazilyapti deyish bu noto'g'ri. Doktorning oldiga borib, moli haqida gapirgan odamga o'xshab qoladi u. Yoki dorixonaga kirib, damkarat so'ragan odamga o'xshab qoladi. Endi qarang. Hozir tashqarida bo'layotgan pivo nimasi? Bu din shunga nima qilish keraksa, buni eng katta nimasi dinga qarshi kurash bo'lyapti. Endi shuni domlalar chiqib gapirish kerak edi. Va sen to'xta deyish kerak edi. To'xta degani bularda qo'rqadi. Nimaga deganda bular hammasi bu men aytdim urg'ochi eshak. Hali o'g'rilar ularni o'g'irlikqa borganda o'sha mahalda kechasi urg'ochi eshak meni olib ketadi. Bo'lmasa yo'lda hang'irib borsa, o'g'rilarni bilib qoladi deb aytayman. Bu urg'ochi eshaklar hozir hammasi ashaqa nimaga kirdi? Nima deb qo'ydi? Jim turishibdi mana. Urg'ochi eshaklar. Buchi bu endi shunaqa iblos odamki nima desa bo'ladi. Mana bu bir sayz mahalda bilasizlar, magazinlarda savdo qilganlarda tarozidan urib qoladi, narxini oshirib aytadi-da. Narxini oshirib aytadi. Shunga keyin endi bu ham bir latifaga o'xshagan narsa. Bitta qiz nimaga kelibdi endi haligi o'qishini bitkazib magazinchi bo'lib kelaman desa, magazinga ishkamay qo'yibdi. Nimaga desa, sen narxini aytayotganingda beting qizarib ketyapti debdi. Kimga qo'shib aytayapti-da. O'zi shunaqa qilmasa bo'lmaydi. Bu magazinchi tarozidan urib qolib pulni chiqaradi. Uni katta qismini tevaga berish kerak. Haligi nimada skaladga kelgan narsalarda o'shadan skaladda allaqanchasini urib qoladi. Hatto u shakar keladi-yu qoplar. Shuni hali kichkina nima bo'lar ekan? Trubka, shuni tiqar ekan. Tiqqandan keyin halidan shakar sekin tushar ekan. Har qopdan 1-2 kilo olib qolishar ekan. Endi uni magazinchi nima qiladi? Odamlardan urib qoladi. Urib qolib, beti qizarmasdan tarozidan urib narxini oshirib aytadi-da. Shuni singari ana shu hali qizni olmay qo'yibdi. Mana domlalar hamda. Domlalar ham gapirganda ana shunaqa beti qizarmaydigan bo'lish kerak. Lekin shunday katta narsa bo'ladiki, beti qizarib ketadi-da. Shuncha 150 mingta odamni to'plab, shularni buzib, tarbiyasini buzib, o'shada aroq ichkilikka targ'ib qilyapti. O'shanaqa nimani yurt boshi bo'ladimi u? O'sha davlatni eng kichik amaldoridan eng katta amaldorigacha, domlalarni eng kichkinasidan eng kattasigacha hammasi agar shunga qarshi gapirmagan bo'lsa, ularni og'ziga eshak seyish kerak. Bundan boshqa to'g'ri narsa to'g'ri kelmaydi. Nima deyapti? Bu nima deyapti? Sen borib deydi, nimadan so'rayapsan deydi. Domladan. Bo'lmasa enangni yerdan so'rasinmi? Aytchi. Domladan so'rayman dedi. Ya domla bunaqa bo'lyapti. Bu dinda qanday deb so'ralyapti? Bu monovni nimadan
buni gapini qarang. Borib ulardan so'rayapti. Yo astag'firulloh. Nimaga bu ashuna nima buni jo'natdi degani o'sha nimalar bilishadi, domlalar o'zlarini qanaqa iflosligini biladi, qaysi sortdagi iflosligini ham biladi. Abror oxirgi sortligini ham biladi. Bu ustiganing gay, hali o'zimizga ko'p deydi. Bu nima tamom bo'lgan odam bo'ladi. Agar bir erkak kishini zo'rlab qo'ysa, u o'zini o'ldirib qo'yishi mumkin. Bu-chi, shu kanalizatsiya trubasiga hech narsa ta'sir qilmaydi. Shu bilan nima qilgan? O'shandan rohat oladigan bu iflos.